Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yangi challenge boshlaymiz, ya'ni Excelda 100 kunda 100 ta formula challenge. Demak, bugun birinchi kun, bugun o'rganadigan formulamiz sum deb nomlanadi. Bu formula o'zi nima uchun kerak bo'ladi? Odatda Excelda bu formulada jadvallarda qo'shish amalini bajarish uchun eng qulay formula hisoblanadi. Eng oddiy ko'rinishlardan biri, misol uchun ustunlarni yig'indisini chiqarmoqchi bo'lsak, jami degan katakni tanlab olamiz va glavniy menyusida avtosumma deb yozilgan qismini tanlab olishimiz kerak. Va bu yerda ko'rib turganingizdek summa deb nomlangan formulani topasiz va shu formulani ustiga bosadigan bo'lsangiz, kerakli diapazonni belgilab oladi va enter tugmasini bosishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, yig'indini chiqarib berdi. Bu formulani yana bir qulay tomoni, siz alohida bo'lgan ustunlarni ham bir-biriga qo'shib hisoblashingizga yordam beradi va juda ham qulay hisoblanadi. Bu holatda siz formulani qo'lda yozishingiz ham mumkin bo'ladi, ya'ni sum formulaning nomini kiritasiz. Mana formula nomi kiritildi. Kerakli diapazonni belgilab olamiz. Misol uchun yanvar oyidagi xarajatlarni belgilab oldim va plyus belgisini qo'yaman va mart oyidagi xarajatlarni belgilashim mumkin bo'ladi. Shu holatda alohida turli xil ustunlarni qo'shishga ham juda ham qulay hisoblanadi. Va natijamiz, demak, qo'shib hisoblab berdi.